Ko'chish davridan keyingi Türk ana yurti. Ko'ch davrida bo'lsin yoki ko'chdan keyingi chaqlarda bo'lsin, mayli Türk ana yurtida yoki Türklar ko'chib berib obod qilgan yurtlarda bo'lsin, Türklar yuksak madaniyatga ega birer xonliq, ya'ni har xil nom bilan bir idora birligini qurib chiqdi. Masalan, Sharq Turkistonda Tarim vodisi bo'ylarida hozirgi 6 shahar, Turpan rayoni, Issiqko'l atrofi, Yettisuv, Ali vodisi, hozirgi Shimoliy Mo'g'ulistonda Selenga va O'rxun daryo bo'ylari, hozirgi G'arbiy Gansu deb atalgan Qora daryo bo'ylari va Chu daryo bo'yidagi qadimki zamonlarda Arg'u deb atalgan yurtlarda va G'arbiy Turkistonda Sir daryosi, ya'ni Inji daryosi, Havuzi, Ugur, ya'ni Umu daryosi, Havuzi va So'g'ut, ya'ni So'g'ut, Zarafshon daryo vodisi qatorliq joylarda o'xshamagan davrlarda g'oyat ustun madaniyatlik yurtlar paydo bo'ldi. Sharqiy Turkistondagi yuqorida aytilgan bu yurtlarning hammasi suv bo'ylariga joylashganlikdan bu yurtlar bir-birining orasidagi keng ketgan qum cho'llari va egiz tog'lar hosil bo'lishi orqali ayrilib, farqli ismlar bilan atalgan. Xalqlarmi shu yer ismlari bilan atalgan. Masalan, Xotanning asli ismi Udun bo'lib, Xotanliklarmi Udun deb atalgan. Qashqar xalqi Qashfir deb atalgan. Ba'zi olimlar Irondagi Qochar degan turklarning asli shu Qashqar turklari bo'lsa kerak deb qaraydi. Kucha deganmi shu joydagi yerli xalqning ismi ekanligi rivoyat qilindi. Aqsu o'lkasining koni ismi Uch edi. Yaqinqi zamonlargacha bu ism bor edi. Rivoyatlarga qaraganda bu o'lkada 3 qabila yashaydi ekan va ular bir hokimiyat ostida bo'lganligi uchun 3 deb atalib, xalqimiz 3 deyilgan. Kun siri taraqqiy qilib ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida yuksalgan bu o'lkalarning har biri o'z oldiga bir mustaqil iroda ostida bo'lib, raisi xon deb atalgan. Xonning qo'l ostidagi hukmdor beg deb atalgan. Bularning idoriy shakl tuzumi yasoq yoki tuzun, qonun tuzum bilan boshqarilganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar bor. Bir zamonlarda Sharq Turkistonning 6 shahar, Issiqko'l va Chu daryo bo'yidan iborat g'arbiy qismida 10 mustaqil xonlik davlat bor edi. Quchu, ya'ni Turpan, Eli, Emil, ya'ni Tarutay, Tarbag'atay, Altay va 5 baliqdan iborat sharq qismida bo'lsa 9 xonlik bo'lganligi rivoyat qilinadi. Bu xonliqlarning qachongacha davom qilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q va bu davrdagi hodislar to'g'risidami ishonchli materiallar yo'q. Bu xonliqlar ichida davomli ichki urush yuz berib turgandan boshqa tashqaridan keladigan tajovuz xavfimi har doim mavjud edi. Bu sababdan xonliqlar birlashib buyuk davlat tashkiloti ostiga kirdi. Buni tavanda bayon qilamiz. Qadimki turklarda yeziq. Qadimki turklarda yeziq ko'ch davridan ilgirmi bor edi. Yeziq putuk deb ataladi. Yeziqning shakli qadimki Misr yeziqi, hieroglifga o'xshab ketadigan rasm va shakllardan iborat edi. Fırat va Dijla daryolari bo'yiga ko'chgan Sumer va Oqqat turklari bu joylarda o'zlarining yeziqini umumlashtirgan. Kitobimizda bu yeziqlar haqida tafsiliy to'xtalmaymiz. Tafsiliy ma'lumot uchun munosabatli asarlarga qarang. Bu yerda ko'ch davri va uningdan keyin asarda turklar orasida umumlashgan yeziqni bayon qilamiz. Ko'k turk davlati davriga oid O'rxun va Yensay daryo bo'ylaridan tepilgan mangu toshlarda bu xil yeziqlar ko'p uchirganlikdan tarix olimlari bu yeziqlarga ko'k turk ilifbasi va yoki O'rxun Yensay yeziqi deb nom bergan. Men bularni
qadimki turk ilifbasi deb atash munosib deb hisoblayman. Chunki bu ilifba bilan yozilgan asarlar boshqa butun turk yurtlarida o'ttirg'i chiqmoqda. Bu ilifba 38 ishorat, ya'ni harfdan iborat bo'lib, bulardan 4 so'ziq tovush, qolg'ini uzuk tovush harfidir. Yozganda o'ngdan so'lga yoki yuqoridan tövanga qilib yoziladi. Qadimki turklarda bulardan boshqa bir qancha xil yoziq shakllarmi bor bo'lib, bular bir qabila va bir yurt aholisi bilanla cheklik edi. Bütün turk aymoqlari ichida umum yuzlik qo'llanib kelgan ilifba tövanda biz ko'rsatgan ilifba edi. Hatto shu zamonlarda Yevropada hukm surgan turklarmi bu yoziqni qo'llangan. Keyincha aholi ilifba ishlatishga boshlagan. Uyg'urlar tamlarga, abidilar, ibodatxonlar, mazar taşlarga va boshqa tosh o'yma kitoblarda, yozma yodgorlarda bu ilifbani qo'llangan. Miladi 7-asrga kelganda bir qancha tarixiy sabablar bilan Urxun yoziqi amaldan qilib, Uyg'ur ilifbasi umumlashdi. Buning tafsilotini Uyg'urlar degan bobda bayon qilamiz. Kök Türk Xaqani Bilgi Xaqanning qerindishi Kültekinning qabri teshiga miladi 732-yili qo'yg'izgan Urxun Mangu teshi din 8 quruliq bir parcha. Ma'nisi tabg'ach Çin millatining so'zi tatliq ipak raxlari yumshoq ekan. Tatliq so'z va yumshoq ipaklari bilan aldab, yiroq bo'lgan millatlarni o'ziga yaqinlashtirdi ekan. Yaqinlashtirilib o'rinlashgandan keyin yomon tushuncha, planlarini u vaqtda tarqatqili boshlaydi ekan. Yaxshi olim kishilarni va yaxshi botir kishilarni olg'a bostirmaydi ekan. Bir kishi o'zgarish qilsa, uning xalqiga, millatiga, hatto bushukdagi urug' avlodigacha rahim qilmaydi ekan. Tatliq so'ziga, yumshoq ipaklariga oldinib, ko'pligan turk millati o'ldik. Qadimki turklarda davlat tashkiloti va huquq. Qadimki turklar davlatni, ya'ni il, hokimiyat qudratini, ya'ni qut deb ataydi. Umuman turklar davlat va yoki hukumat qurishning maqsadida xalqning tinch, amon va adolat ichida bayoshat yashashini ta'min qilishdan iborat ekanligini bilgan edi. Bu maqsadda uyg'un bir qonun bilan boshqariladigan, hokimiyatga itoat qiladigan mustaqil to'plamini turklar, ya'ni il, ya'ni davlat deb tonigan. Bu ilning beshidagi kishi xon edi. Umumiy qonunni sharq va shimoldagi davlatlar o'z shivillariga qarab, ya'ni to'ra va yoki ya'ni to'ra deb ataydi. Uyg'urlar bo'lsa, ya'ni tuzun, ya'ni tuzuk va yasoq deb atagan. Biz Sharq Turkistonda hozirmi, ya'ni tuzun atalg'usini qo'llanamiz. Demak, turk xonlari o'z elini tuzun bo'yicha boshqarishga majbur edi. Tuzun millatning rasmiyat va urf-odatlarida qabul qilingan turmushdagi qoida usullardan iborat edi. Bular asosan 3 yo'l bilan maydonga keladi. Birinchi, urf-odat yoki diniy e'tiqod shaklida asta-asta asos solgan qoidalar. Ikkinchi, xonning millat tarafidan qabul qilingan yorliq, ya'ni farmonlari. Uchinchi, xalq cho'ng yig'ini, ya'ni qurultayda ma'qullangan qarorlar. Xalqning cho'ng yig'inlari bugungi parlamentlarga o'xshab ketadigan intayin muhim bir tashkil bo'lganlikdan buni bir oz tafsiliyroq bayon qilamiz. Qadimki turklarda davlatning boshqarish ishlarida xalqning muhim roli bor edi. Masalan, xon, ya'ni xoqon, qog'on belgilash, hukumat tashkilotida islohot elib berish, urush e'lon qilish yoki sulh kelishmalarni tuzishga o'xshash muhim masalalarda bir umumiy cho'ng yig'in ichiladi. Har qanday bir urush quroli ko'taraligidek quvvati bo'lgan har qanday kishining bu yig'inga qatnashish haqqi bo'ladi.
Bundaq umumiy yig'inlar qurultay yoki so'rin deb atalgan. Muhim ishlar buningga o'xshash so'rinda hal qilinadi. Xonning qo'l ostida davlat ishlarini qiladigan bey va bularning qarmog'ida shadapit, ya'ni il o'gisi, ya'ni tarixat, tarqat va buyruq degan amaldorlar bor edi. Qadimki O'rta Osiyo turk to'pluqlari g'oyat to'g'ri va insoniyat turmushiga uyg'un qonunga asoslangan jamiyatlardan iborat edi. Misol uchun bulardan asosliq ba'zilarini bayon qilamiz. Qadimki turklarda turmush qurish oila usuli bilan bo'lgan nikohga bog'liq edi. Nikoh rasmiy murosimlar bilan, ya'ni to'y bilan ijro qilinadi. Nikoh uchun kelinning ota-onasining roziligi shart edi. Kuy o'g'il taraf qandaqli bo'lmasin, kelin tarafga bir miqdor mol berishi lozim bo'lib, bu ya'ni qoliq deb ataladi. Qoliq uchun beshi ot, oyig'i qo'yga qadar mol berish odat bo'lgan. Eri o'lsa miros xotiniga qoladi. Ballarga onasi igdorchilik qiladi. Ko'kturk xaqoni Iltarish xaqon o'lgandan keyin ballarning onasi Bilgi Qatun vasi bo'lgan Urxun obidalardagi kitoba, ya'ni Mangu toshdagi yozma yodigarliklarda yozilgan. Tul qolgan akisining xotinini inisi va yoki hayotda bor cho'ng akisi nikohga ilish turklarning qadimdan tortib rioya qilib kelgan va ba'zi turk qavmlari zamonimizdami rioya qilib kelayotgan odatlardan biridir. Xususiy igdorchilik tuzumi turklarda eng qadimki zamondan tortib bor edi. Har kimning o'z igdorchiligida terilg'u yerlari bor edi. Bu xususiy igdorchilikqa hurmat qilishni har kishi insonlik vazifa deb biladi. Hayvonlarga tamg'i besish, mulkiyat, ya'ni egilik alomati hisoblanadi. Aymoqlar yoki shaxsiylar orasida yer, yoyloq va boshqa mol-mulklar haqida ijro qilingan kelishim yoziladi. Bu kelishim onit, ya'ni qasam berish bilan kuchga ega bo'ladi. Bularning xalq ishidikilari, ya'ni pichg'os, xonlar va hukmdorlar o'rtasida tuzilgan bitminomalar, ya'ni pichig' deb ataladi. Qadimki turk davlatlari intayin kuchli bir asosga qurilganlikdan bu yurtda tinchlik, omonlik va tartib intizom o'rnatilgan edi. Mundaq tartib intizomning mavjud bo'lishi ma'qul va adolatli jazo qonunlarining bo'lishiga bog'liq edi. Umuman such, ya'ni jinoyat, og'ir va yenik deb ikkiga ayrilgan. Og'ir jinoyatning jazosi o'lim bo'lib, buningga yurt va elga xiyonat qilganlar, zina qilganlar, qotillar, jangda qo'rqib qochganlar, elchilik vazifasida xatolik o'tkazganlar, hukumat beshiga chiqib olgan qobiliyatsizlar, o'z hukumatiga qarshi chiqqanlar va bog'loqliq otni o'g'irlaganlar kiradi. Yenik jinoyatlarga muvofiq jazo hukmlari bor edi. Bularga qaraganda qadimki turk davlatlarining intizomini qo'g'dash uchun alohida ahamiyat berganlari ko'rinib turadi. Qadimki turklarda din. Qadimki turklarning tarixida bilingan dini, ya'ni shaman, ya'ni qom dini ekanligi ma'lum. Qadimdan tartib turklarning qon qarindoshi qavmlari qo'shni bo'lgan boshqa millatlarmo shaman diniga e'tiqod qilgan. Shaman degan so'z aslida qomning boshqalar tarafidan buzib aytilishidir. Bu dinning ruhlari, ya'ni shayxlari to'yin va qom deb ikkiga ayrilgan. To'yinlar xalqqa dinning hukmlarini anglatish, qurbonlik qilish qatorliq diniy murosimlarga rahbarlik qiladi. Kasallarni davolab va ibodatxonlarda turib, zohidlik qilib ibodat ishlari bilan shug'ullanadi. Bular xalqqa aralashmay ilm va amal bilanla bo'ladigan haqiqiy diniy peshvolar edi. To'yinlarning cho'nglari Tangrigan, ya'ni Xudoning olimlari debmi atalgan. Bu munosabat bilan bu dinni ba'zilar to'yin dini deb ataydi. Qomlar
Türklərning diniy zatlari bo'lib, xalqqa aralashib yurib, sehr jadu qilish, dam silish, tumar yezib berish, bola tug'dirish va peri o'ynashdek ishlarni qiladi. Shuning uchun bu dinni qom dini deguchilarmi bor. Keyinchi bu dinda ilmlik aziyib, xurofotlik kuchayishga boshladi. Shuning bilan qomlarning ta'siri kuchlanib, to'yinlar azaydi va tarixda bular qom dini degan ism bilan ataldi. Bu dinning mohiyati tarixda tövəndikicha tariflandi. Yer va ko'kdagi yo'qdan bar qilgan bir tangri bor. Bu tangrining ismi Qaraxon tangri. Qaraxon tangri 8-qat osmonda o'ltirdi. Dunyoni boshqarish ishini qilmaydi. Yo'ruqliq ato qilish, rizq berish, barakat berish, bar qilish, ya'ni yoritish, tug'dirish, o'stirish, öndirish qatorliq yaxshi ishlarni idora qiladigan ikkinchi darajalik, ya'ni bir tangri bo'lib, uning ismi ya'ni ulkan. U birinchi qat osmonda o'ltirib, yuqorqi ishlarga muvakkal bo'lgan boshqa kichik tangrilarni nazorat qiladi. Qarong'uliq, o'lim, ofat, ocharchilik, qurg'oqchilik, bo'ron, o't, sel va kasallik qatorliq har xil yomonlarni boshqaradigan tangrining ismi Yerlikxon. Bu 7 qat yerning tigida qorong'ulikda o'ltirib, butun yomonlarni boshqaradi. Yer yuzidagi hamma yomonlik arvohlarimi buningga qaraydi. Yer va suv tangrisi va tug'ut tangrisi Qoqin va yoki Umay Qatun qatorliqlar qadimki turklarning eng mo'tabar bilib cho'qinadigan kichik tangrilari edi. Yilning belgilik chog'larida bu tangrilarga atab ayrim yerlarda qurbonlik qilib, ibodat qilish murosimlari bor edi. Qurbonlikning eng a'losi qara qoshqa ot qurbonlik qilish bo'lib, erta yozning boshlanishi kunda egiz bir yerga elib chiqib, bo'g'izlab qurbonlik qilinadi. Shaman dinining boshqa aqida va ibodat shakllari, murosimlari, to'yin, qamlarning vazifalari, darajalari va xalq bilan tangri orasida o'ynaydigan roli haqida yozilgan maxsus asarlar bor. Shaman dinining kelib chiqishi haqida mundaq ikki xil ko'z qarash bor. Birinchi, islom olimlaridan qadimki turk dinlarini tadqiq qiluvchilar shaman dinini asli samoviy bir din bo'lib, turk payg'ambarlari orqali tarqalgan tavhid, ya'ni bir tangriga ishonish dinidir. Keyincha bu dinning asosiga har xil xurofotlik aralashib, bir xil butparastlik yoki bid'atlik diniga aylanib ketib, shaman diniga o'zgargan deb qaraydi. Ikkinchi, Yevropalik tarix olimi qadimki insonlar jamiyatining hammasida dinlar, insonlikning badan, fikr, yer va havo sharoiti va turmush hayot shakllarining to'liqlanish bosqichlariga erishib, taraqqiy qilgan ishonishlaridan kelib chiqqan deb qaraydi. Masalan, ibtidoiy insonlar jamiyatida tutamizm, ya'ni yaxshi ko'rgan yoki qo'rqqan bir hayvon, bir daraxt, bir cho'qa, tosh va yo bir taqqa o'xshash narsalarni tangri deb bilib uningga cho'qinish, ya'ni ibodat qilish kelib chiqqan. Ikkinchi bosqichda animizm, ruhga cho'qinish, o'lgan dadisi yoki bir katta kishining ruhiga ibodat qilish kelib chiqdi. Uchinchi bosqichda naturizm, tabiatga, ya'ni tuproq, suv, o't, to'mir va shuningga o'xshagan narsalarga ibodat qilish o'ttirg'i chiqdi. To'rtinchi bosqichda ko'k naturizm, ya'ni osmonga, kunga, oyga va yulduzlarga cho'qinish kelib chiqqan. Undan keyin aqllari taraqqiy qilgan sari Xudoga ishonish paydo bo'ldi. Bu ko'z qarash bugun ilmiy ko'z qarash deb qabul qilingan bo'lsa-mu, birinchi ko'z qarashni tamoman inkor qiladigan kuchga ega emas. Shaman dinini tadqiq qilib ko'rganimizda, bu dinda samoviylikning izlaridanmi bayqaymiz. Shuningdek, qadimki turklarning e'tiqod va ibodatlarida tutizm, animizm, naturizm va ko'k naturizmning izlari xili ko'p uchraydi. Shuning uchun shaman dinining kelib chiqishi haqida qat'iy bir hukm chiqarish meningcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Turk payg'ambarlari deb tonilgan 25 kishining ismlarini, ya'ni
o'ydurma deb ko'rsatish mumkin bo'lmagandek, divani lug'atdan turkda ismi va bir qadar ahvoli tunishtirilgan, ya'ni qulbaq degan zotni payg'ambar deguchilarmu bor.